Aile göç bo'layotgan vaqtimizda go'shin qanday pishirsak ham yeyishlik, ham yumshoq, eg'izq tetig'ida ham tamlik chiqadi. Qarab ishtayangiz ichilib ketdi deyman. Odatda ancha go'sh yemaydigan, lekin poloning go'shini hargiz bosh qo'yib atmaydigan do'stlarimiz bormi? Bir raqamini besib beqinglar, qanchalik do'stlarimiz poloning go'shiga amroq kelib birlikda ko'rib baqayli. Polo bilan birga yeydiganga ma'no o'xshash o'zgacha bo'lgan sovuq say tayyorlab keldim. Cho'qim videoning oxirigacha ko'rib o'rganib oling. Avval go'rishni pokiz yuvgandan keyin jilman suv chilab qo'yamiz. Qaranglar, ma qo'rg'ining chiroyligligiga. Yeng qo'rg'a ikirsanglar bek o'xshaydi jumu polo. Videoda ko'rsatgan bo'yicha o'zingizlarning ehtiyojiga qarata to'g'rab tayyorlab olsanglar bo'ldi. Odat ashxallarda 1 kilo sabziga 1 kilo go'sht ishlatamiz. Mush o'lcham bo'yicha oilada tayyorlab olsanglar bo'ldi. Eng avval poloning go'shtini mayda bir zali qilib olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha go'shtni silib, azroq tuz silib olgandan keyin o'rib-jo'rib sarg'aytib 10 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Qaranglar, go'shtning rangining chiroyli chiqayotganiga. Mushundaq mayda bir zali qilib dumlayotgan go'sht ajoyib yeyishlik ham bek yumshoq pishidi. Endi qozonning tagida qolgan may bilan piyozni silib qo'raymiz. Undan keyin sabzini silib pirishga qo'rayotgandan keyin pomidorni silib qo'raymiz. Endi biz oilada etgan bo'g'ashqa pomidor silvatdiq. Yaxshi ko'msanglar, samsanglar bo'ldi. Polog'im pomidor salamdi deydigan do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Pomidor sosi bek o'xshaydi deydigan do'stlarimiz 3 raqamini besib qo'yinglar. Qanchalik do'stlarimiz polog' pomidor silib etadiki, birlikda ko'rib baqaylik. Qozon go'shtchilashqidek suv qo'yib, azroq navat silib etamiz. Navatninki go'shtni parqaroq qilish ham chechildirib chiqarish roli bor. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik so'g'uq say darsigimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qozonga go'sht silib, taxminan 10 minut atrofida dumlab olgandan keyin go'shtning usti qetishidi. Go'shtni tekshi o'rib olgandan keyin zira, no'qut, ko'k burchaqlarni silib, taxminan 25 minutdan 30 minut atrofida dumlab pishirib olsanglar bo'ldi. Bu araliqda biz so'g'uq say tayyorlab olaylik. Sabza, tarxamakni videoda ko'rsatgan bo'yicha siralatni to'g'rab tayyorlab olamiz. Dufu pinimi videoda ko'rsatgan bo'yicha o'g'ir qilib to'g'rab olamiz. Qozon qaynagandan keyin azroq tuz, suv may qo'yib, dufu pinni silib 2 minut qaynatib so'g'uq suvda bir chaq qo'yamiz. Inchik pin to'znimi oldin ola qaynatib pishirib olamiz. Endi bularni bir qachchiq silib, ushshaq chanalgan samsaq, sho'miylarni solamiz. Ondan keyin cho'ng ustamning doğru darmaklik yağmış tayyorlamasdan 2 qo'sh qatrapni silib etamiz. Endi ustiga qizigan mayni qo'yib 2 gram tuz, 3 gram shakar silib, cho'ng ustamning to'xtam javirdan yarim qo'shiq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi va cho'ng ustamning jijinsini har qanday tamoqqa so'g'uq saylarga o'rtaq ishlatishinglarga mos keldi. Endi buningga yarim piyola achchiq suv, yarim piyola suv qo'yib tekshirlashtirib olamiz. Manda so'g'uq say tip polo bilan mehmonning oldiga chiqqanga ta'm tildilam qoldi jumu. Uydagilaringizmi talishib turib yeb ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing. Kelarki sanda görüşeyle. Xayr xoş.